Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men yana Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida yashovchi fuqaro Usmonov Muzaffar Mahmudovichman. Mana bu hozir bu hashamatli bino Jizzax viloyatining ham jinoiy, ham fuqarolar ishi bo'yicha, ham ma'muriy ishlari bo'yicha bu bino. Hurmatli yurtdoshlarim, men kuni kecha mana shu Jizzax viloyatining sud raisi, ya'ni Shukurov Akram G'ayratovichning qabuliga kelganimizda ba'zi bir ishlar bilan hokimiyatning bir yig'ilishida bo'lib qolishgandi, lekin men bu holat bo'yicha biz qabulga kira olmayapmiz deb YouTube orqali yoritganimdan keyin mana bugun meni yana aytyapman, 29-yanvar 2026-yili shaxsan Shukurov Akram G'ayratovich hamda ularning o'rinbosari Orziqulov Rahmatulloh degan sud raislari meni qabul qilib, mana bu Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashovchi hamshira Parmonova Ozodaning xatti-harakatlari yuzasidan qilingan sud jarayonlari haqida bizdan suhbat qilib o'tkazishdi, lekin qabul qilishdi. Men endi hurmatli yurtdoshlarim, mana lekin bu holat hech kimning boshiga bundaqa holatlar tushmasin. Lekin bu Parmonova Ozodaxonga nisbatan yo'l harakat xavfsizlik xodimi, ya'ni Qo'ng'irbayev Sherzod degan xodimni bundan 2 kun oldin Jizzax viloyati yo'l harakat xavfsizlik boshqarma boshlig'i podpolkovnik Saydaliyev Ali Muhammad aka bu Qo'ng'irbayev Sherzodga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazdi. Xizmat tekshiruvini endi ular tekshirib, qani qilgan xatti-harakatlari bu Parmonova Ozoda bilan qilingan holatlari to'g'rimi yo noto'g'rimi, bu holatlar bo'yicha ular surishtiruv olib boradi. Qolaversa, bir ajoyib narsa bo'ldiki, o'shanda bu yo'l harakat xavfsizlik xodimi Qo'ng'irbayev Sherzod shaxsan yo'l harakat xavfsizligi Jizzax viloyatining boshqarma boshlig'ini oldida meni vodiy kameram ishlayapti degan munosabat berdi. Hammasi ko'rsatilib o'tilgan dedi. Lekin Parmonova Ozodaning hamshiraning qo'lida bu Qo'ng'irbayevning vodiy kamerasi ishlamadi degan haqida bu ichki ishlar tomonidan qo'lida ma'lumotnoma turibdi. Mana endi eng qiziqarlisi bu, men shu joyda Jizzax viloyati yo'l harakat xavfsizlik boshqarma boshlig'iga so'zlab o'tdimki, mana o'zi ishlayapti deyapti, lekin nima sababdan bu ishlamadi degan xulosa bizni qo'limizda turibdi dedim. Endi qani bu narsaga hozir bir yechildi deb ayta olmayman. Lekin bu Qo'ng'irbayev Sherzodning qilgan xatti-harakatlarini nazorat qilishdi. Men 25-yanvar 2026-yil kuni Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarma boshlig'i general-mayor Qodirov G'ayratga siz buni nazoratga olishingizni talab iltimos qilaman deb qabulida bo'lib chiqqanman. Lekin kuni kecha yurtboshimiz 2026-yilning 27-yanvar kuniga o'tkazgan 208 ta tumanlardagi ichki ishlarning xatti-harakatlari bo'yicha juda odamni ichidan o'tadigan video selektorni yurtimiz ko'rdi. Endi qani bu biz hozir bu, kechirasizlar yurtdoshlarim, bu yo'l harakat xavfsizligi xodimi Qo'ng'irbayev Sherzodga nisbatan nima chora beriladi bilmayman, lekin bu Ozoda Farmonovaning talabi. Men mana shu nohaq ayblandim, lekin mayli aybimga, mayli menga qo'yishdi sud tomonidan, nima bo'lsa bo'ldi, lekin bu GAI xodimiga ham bu qilgan kamchiliklari bordir degan nuqtai nazarda bu Qo'ng'irbayevning
qilgan kamchiliklari haqida tushuntirish xat yozib berishdi, arizalar berishdi. Qani endi hurmatli yurtdoshlar, qani bu Qo'ng'irbayev Sherzodga nima munosabat beradi? Bu ichki ishlar xodimi hali bizga qorong'u. Agar bu narsa yana Qo'ng'irbayevga nisbatan bir chora berilmasa, Ozodaxon yana yuqori turuvchi ichki ishlar boshqarmasi deydimi, ichki ishlar vazirligi ham baribir shu vajlarini aytib ariza beraman deyapti. Ozodaning talabi, men mana shuncha chora oldimmi? U ham hech bo'lmasa bitta hayfsan olsin shu qilgan kamchiligi uchun. Yo'lmasam unga nisbatan bir jarimami jazo tayinlanishini xohlab shu arizasini aytib o'tyapti. Hurmatli yurtdoshlarim, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Qani mana endi bu Qo'ng'irbayev Sherzodga nisbatan javob xatini endi biz kutib qolamiz. Javob xati ham belgilab qo'yilgan, berilgan muddati bor. 15 kun, 1 oy, balkim juda chuqurlashib ketsa 45 kungacha biz bu javobni yakunini kutib qolaman. Yana hurmatli yurtdoshlarim, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Meni ishonch telefonim, qo'l telefonim 93lik 056 45 54. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Mana men yana o'zimni Kindik qonun to'kilgan Dang'ara tumaniga mana yana uyimga ketyapman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar yurtdoshlarim.